Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Siz bilan Xuliya Anvar, Samarqand akademiyasining asoschisi va albatta life coach. Endi esa sizga bugungi sana 17-sanada tug'ilgan insonlar haqida ularning tabiatini yoritib beraman. Diqqat bilan quloq soling. Agarda siz bundanda kengroq ma'lumotni olsangiz yoki o'zingiz haqingizda bilmoqchi bo'lsangiz, albatta kontentga yozib qoldiring sanangizda. SMS sifatida va men siz uchun ham reels tashlayman. Kontentni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun podpiska tugmasini bosing. Nihoyatda keng va siz uchun aynan aniq, ravshan ong sistemasiga kerakli bo'lgan innovatsion g'oyalarni va albatta o'z uslubimdagi ishlash strategiyalarini berib boraman. Kuzating, like tugmasini bosing, bu siz uchun energiya obmen bo'ladi. Endi esa ketdik dalshi. Qarang, bu insonlarda 17-da tug'ilgan insonlar bu muvaffaqiyat insonlari, taqdir yordami, ya'ni taqdirida katta podдержка bo'ladi, har doim yordamchilar bo'ladi. Keyin ilmiy bilimlar kodi, ya'ni ular ilmga ochiqlar. Birinchisi, endi bittadan sanab beraman. Taqdir yordam beradi. Bu ular uchun eshiklar oson ochiladi degani. Ikkinchisi, bu insonlarda ishonch bilan harakat qilish kuchli, maqsadga yetadilar. Uchinchisi, hayotga keng qaraydi, tafakkuri keng, ongi keng. To'rtinchisi esa ilmiy bilimlarga intiladilar va ularda bu ilm orqali katta muvaffaqiyatlarga erishar ekan. Beshinchisi esa odamlarga ta'sir qilish qobiliyati kuchli ekan bu insonlarda. Endi qarangki, 1 va 7 ni ochib beraman. 1 va 7 ning uyg'unligidan hosil bo'lgan 17-sana. 1 bu boshlanish, yetakchilik, iroda va liderlik, rahbarlik soni. 7 esa bilim, ruhiyat, tafakkur, ma'naviyat, mafkura soni. Endi qarangki, bu insonlar albatta o'z bilimlari orqali nihoyatda katta muvaffaqiyatlarga erishar ekan. Endi 17 ni energetik kodini qisqa va lo'nda qilib aytaman. Yetakchilik, bilim va taqdir yordami energetikasidir. Ya'ni bu kod ekan. Bu insonga, masalan, inson hayotida yuksalishi, bilim orqali muvaffaqiyatga erishishi va odamlar orasida mashhurlikni berar ekan. Mana shunday sirlarga ega ekan aynan sizda sanangiz, aynan sizda kodingiz. Yanada kengroq ma'lumotni olsangiz, podpiska tugmasini bosing, like